Bani İsrailning ikki qadamliq cho'ng buzg'unchilik haqidagi oyatlar. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qur'onda Bani Isroilning zaminda cho'qim ikki qatim cho'ng buzg'unchilik qiladiganlik haqida oyatlar bor ekan. Bu ikki qatim yuz berib bo'lganmi? Yuz bergan bo'lsa, qachon yuz bergan? Hozirgi Falastindagi yahudiylarning buzg'unchiligini ikki qatimning biri shu deyishga bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Falastin Sham diyorining g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, Qur'onda Falastin bir qancha o'rinda barakat ato qilingan zamin va Maida surasining 21-oyatida muqaddas zamin deb atalgan va nurg'un payg'ambarlar bu yerda o'tgan. Qur'onda Bani Isroil haqidagi bir qancha oyatga nazar soladigan bo'lsak, Alloh taolo Makka da nozil qilgan Bani Isroil surasining 3-oyatida bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'zining ilohiy qudratining dalillarini, turli ne'matlarning paketlarini ko'rsatish uchun u zotni Masjidi Haramdan atrofiga barakat ato qilgan Masjidi Aqsoga isro qilganligi, ya'ni kechida Masjidi Aqsoga ilib borganligidan iborat mo'jizaviy hodisani bayon qilgan. Alloh taolaning Isroilni tilga olgandan keyin Bani Isroil voqeligini bayon qilishi, ularning muqaddas zaminlariga islomning kengaydiganligi, u zaminlarning islomning himoyasida bo'lishi kerakligi va o'sha bu oxirgi payg'ambarning ummatining Baytul Muqaddasning ulug'ligini asliga keltirib, uni qibla qildiganligidan darak beradi. Chunki islom jami dinlarni va shariatlarni Allohning dini bo'lgan islomga va oxirgi payg'ambarning shariatiga qaytarib, haqiqiy to'g'ri yo'lga selishni, ularni Allohning hidoyatiga musharraf bo'lishini ko'zlagan. Atrofiga barakat ato qilinganligi, u masjidning barakatining o'zidan eshib atrofga yeyilganligini ko'rsatadi. Uningdagi barakat bo'lsa, tuproq va ziroat barakatidan sirt, uni bino qilguvchining Ibrohim alayhissalom bo'lganligi, uningda yashagan, namoz o'qigan va dafn qilingan payg'ambarlarning ko'pligi, shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Mi'roj kechasi Masjidi Aqsoga berib, jami payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qiganligi qatorliqlardir. Masjidi Aqso arab tilida eng yiroq masjid degan ma'noda bo'lib, o'z vaqtida Makka ga yiroq bo'lganlikdan shundoq atalgan. Bu Qur'on o'tirg'i qo'ygan ismdir. Chunki arablar u masjidni bundoq atamaydi. Lekin u kunlarda ilohiy dinga tava shu ikki masjiddan boshqa masjid yo'q bo'lg'achqa, ular bu oyatni anglaganida uning Qudus, Iliyadagi masjid ekanligini tushungan. Masjidga bu ismning berilishida yana bir Qur'oniy mo'jiza yoshiringan. U bo'lsa-mu, eng yiroq masjid deb atash orqali bu ikki masjid o'rtasida Masjidi Haramga nisbatan yana bir yiroq masjidning, ya'ni Madina Munavvardagi payg'ambar masjidining bo'lganligi ishora qilingan bo'lib, bu asosda Masjidi Nabaviy Makkadan musofi jihatda yiroq masjid, Masjidi Aqso bo'lsa eng yiroq masjid bo'lganligi muayyanlashadi. Buning bilan mazkur oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 3 masjiddan boshqa masjidga alohida safar qilinmaydi. Masjidi Haram, Masjidi Nabaviy va Masjidi Aqso degan hadisida bayon qilgan 3 buyuk masjidning hammasiga ishorat qilgan bo'ladi. Ondan 2-oyatda Alloh taolo Masjidi Aqsoda va atrofiga barakat ato qilgan zaminda turishga amr qilgan Bani Isroilning boshidan kechirdigan cho'ng voqealiklarni, ularning buzilish va tuzilish jarayonini bayon qilishga o'tib, Musa alayhissalomga Bani Isroilni yetaklash uchun kitob, ya'ni Tavratni ato qilganlikdan iborat ne'matini bayon qilgan va ularni Allohdan boshqani iloh qilib olmaslik, tavhidda chong turish haqida ogohlantirgan. 3-oyatda ularning kemida shukr qilguvchi banda deb ta'riflangan Nuh alayhissalom bilan birga kemida to'fon balosidan qutuldirilgan itoatmand banda Nuhning o'g'li Samning avlodi ekanligini, buningga loyiq bo'lishlari kerakligini eslatgan. Ondan 4-5-oyatlarda Alloh taolo Bani Isroilga ato qilgan kitobda zaminda cho'qim ikki qatim buzg'unchilik qilasizlar va bakla cho'ngchilik qilasizlar. Birinchisining jazosi va'da qilingan vaqt kelganda jangovar bandalarimizni sizlarga musallat qilib avatimizki, ular diyoringlar Urushalimni uymi-uy, ko'chimi-ko'cha aralab, tarab, sizlarni tutqun qiladi va qiridi. Bu amalga oshadigan va'dadir deb bildirgan. Bu oyatdagi kitobdan ilgirki oyatda Musa alayhissalomga ato qilinganligini bayon qilgan Tavrat bilan Tavratning qo'shimchalari hisoblanadigan Tanohdagi Ashyo va Armiya payg'ambarlarning kitoblari ko'zda tutilgandir. Chunki ikki qatimliq buzg'unchilikdan ogohlantirish shu payg'ambarning kitoblarida kelgan. Demak, Bani Isroil keyincha o'zlarining ikki qatim cho'ng buzg'unchilik qiladiganligini kitoblardan biladi.
Kitobdan lahu mahfuz ko'zda tutilgan degan taqdirda uningda putilgan putukni Bani Isroilga Tanahda vahiy orqali bildirganligi ko'rsatadi. Ikki ehtimollikdan birini kuchlantirishga to'g'ri kelsa, Bani Isroilga degan ibora bilan qilsizlar degandagi xitob uningdan lahu mahfuz ko'zda tutilmaganligini kuchlantirdi. Bu oyatdagi zimin kuchli qarashda Falastinni ko'rsatadi. Bani Isroilning buzg'unchiligi jazonini va haromlarni halol qilib olish, boshqalarning haqlarini yeb olish, ahd paymonlarni buzish, qirg'inchilik qilish, zulm silish, haddidan eshish, gunoh ma'siyat uchun hamkorlashish, shanba kunining hurmatini qilmaslik, Tavratning bir qism oyatlarini inkor qilish, Tavratni burmalash, payg'ambarlarga bo'ysunmaslik, payg'ambarlarni qatl qilish va ularga suiqasd qilish, axloqsizlik va zina fohishani keng tashviq qilish, nurg'un urush nizolarni qo'zg'ash. Bu oyat Bani Isroil bilan ularning dushmanlaridan iborat ikki taraf o'rtasida yuz bergan cho'ng janglar va kurashlarga ishorat qiladi. Birinchi qatimqisi ular bilan Babilliklar o'rtasidagi janglarni o'z ichiga olsa, ikkinchi qatimqisi ular bilan Rimliklar o'rtasidagi janglarni o'z ichiga oladi. Demak, birinchi qatimqisi tarixda Babil asarati deb atalgan va Babil podshohi Buxtanasarning orqama-orqa qilgan g'azotlarini ko'rsatadi. Uning tunji g'azoti milodiydan burun 606-yili elib berilgan bo'lib, Bani Isroildan nurg'unlarni asirga olgan. Bu birinchi asorat deb atalgan. Keyin milodiydan burun 598-yili texmi zo'r kuch bilan qayta hujum qilib, Yahuda podshohini va nurg'unlagan Bani Isroilni asir olgan va Sulaymon haykalidagi oltin va qimmatli narsalarni o'lja olgan. Bu ikkinchi asorat deb ataladi. Keyin Buxtanasar milodiydan burun 588-yili qayta dahshatli hujum qilib, Yahuda davlatining butun xalqini asir olgan va Sulaymon haykalini ko'ydirib o'tgan. Shuning bilan Yerusalim xarob holatda qolgan va zaminda Yahudiylar qolmagan. Bu birinchi qatim doirasidagi voqealiklardir. Yahudiylarning Sulaymon haykali deb atagani Sulaymon alayhissalomning masjidi bo'lib, haykal Yahudiylarning istilohida Allohning bayti va muqaddas ibodatxonadir. Bu yerdagi ibodatxona degan so'z bizdagi masjid degan ma'noda. Ma'lumki, Musa alayhissalom zamonidan Sulaymon alayhissalom zamoniga qadar ularda muqim bir masjid bo'lmagan. 10 vasiyat lavhalari bir tabut qisilib, bir qurultoy chidirida saqlanadi. Yahudiylar qayerga ko'chsa, uni birga ko'tarib mang'atdi. Keyin Sulaymon alayhissalom milodiydan burun 965-yildan 928-yillar orasidagi podshohligi zamonida haybatli bir ibodatxona soldi va bu ibodatxona tarixda necha qatim vayron qilindi. Hozir Yahudiylar Masjid-i Aqsoning ostini qazib, shu ibodatxonani izlab yurmoqda. 6-oyatda Alloh taolo Bani Isroilga kitobda bildirgan so'zning davomining ma'nosi bu qatimliq jazolashdan bir muddat o'tgandan keyin Bani Isroil tavba qilganida sizlarni diyoringlarga qaytirib, sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik va nurg'un qo'shinni safarbar qila oladigan darajada sonlarni burunqidan yoki farislarning qo'lida qirilib azaygan dushmanlarning sonidan avutdik. Bani Isroil Babilliklarning asoratida 40-43 yil atrofida vaqt o'tkazib, qilmishlariga pushaymon qilib tavba qilgandan keyin Alloh taolo Faris podshohi Kirusni Babil podshohiga musallat qilgan va oxirgi urushlarda farislar Babilliklar ustidan g'alaba qilib, milodiydan burun 538-yili Babilni ishg'ol qilgandan keyin milodiydan burun 530-yili Faris podshohi Bani Isroilning Yerushalimga qaytishiga va davlatini qurishiga ijozat bergan. Bani Isroil dushmanlari bo'lmuş Babilliklarga qarshi farislarga amdanda bo'lganlikdan bu qatim ular dushmanlari ustidan g'alaba qozongan bo'lib, bu g'alabami Ashyo va Armiya payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Yerushalimga qaytgan Bani Isroilga mol va avlodlar ato qilinganligi va sonining avg'anligimi Armiya payg'ambarning kitobida tilga ilingan. 7-oyatda Alloh taolo Bani Isroilga kitobda bildirgan so'zining davomining ma'nosi sizlarga tavba qilishinglar uchun qaytib fursat va ne'mat berib ihson qildik. Shunga sizlarmi tavba qilib Allohga itoat qilsanglar, itoatinglar dunyo va oxiratda o'zinglar uchun foydali. Isyonkorlik qilsanglar o'zinglarga qilsizlar va ilgirgidek jazoga uchraysizlar. Agar sizlar isyonkorlik qilib oxirgi qatimqining jazosi va'da qilingan vaqt kelganda, bandalarimizning sizlarga chiroyinglarga chiqib ketgudek qaqshatquch zarba berish, Masjid-i Aqsoga dastlabki qatimqi bandalarimiz kirgandek besib kirishi va ishg'ol qilganligi yerni qattiq vayron qilishi uchun musallat qilib avatimiz.
Bu oxirgi qatimda Alloh taolo ularga qayta ustun bo'lishni va'da qilmay, faqatla rahim qilinishni kutishni tilga oldi. Bu ularning bu qatimdan keyin to'g'ri yo'lga qaytib podshohlik tiklolmaydiganligiga ishoradir. Buningdan ayon bo'ladi-ki, oxirgi qatimqi buzg'unchilik va bakli cho'ngchilik qilish Bani Isroilning isyonkorlik qilib payg'ambarlarni, solihlarni qatl qilishi, Isa alayhissalomga va havoriylarga aziyat berishidan iborat bo'lib, ularni Malaxiy payg'ambar kitobining 3-4 ishohlarida ogohlantirgan. Zakariya, Yahya ularni rimliqlarning qo'lida ajallik jazolagan. Buning jarayoni shuki, Yahudiylar Yerushalimga qaytib podshohlikni va masjidini qayta tiklagandan keyin farislarning nufuzi ostida edi. Ular bu holatda milodiydan burun 530-yildan milodiydan burun 330-yilgacha davomlashdi. Andın Misr padişahlari bo'lmish Batalimolarning Urushalimga hujum qilishi bilan ular zaiflashib, milodiydan burun 166-yilgacha Misrliklarning nufuzi ostiga kirdi. Bu yili ulardan Lavi qabilasiga tava Mesiya otliq bir qo'mondan Yahudiylarni yetaklab ularga padişah bo'ldi va qalaymaqonchilikqa to'lgan bir muddat ichida ularning avlodlari padişah bo'lib keldi. Milodiydan burun 40-yilga kelganda Yahudiylarning davlati Rimliklarning nufuzi ostiga kirdi. Rimliklar Yahudiylardan mashhur Herodes qatorliq qo'mondonlarni ularga bosh qilib qo'ygan bo'lsa-mu, qo'mondonlari Rimliklarga qarshi isyon qo'zg'agan. Rimning qaysari Vespasianus bilan uning o'g'li Titosni milodiya 40-yillar atrofida qo'shinlarga qo'mondon qilib avatdi. Buning natijasida Urushalim xarob bo'lib, masjid ko'ydirildi. Titos 91 mingdan 93 ming Yahudiyni asir oldi. Bu urushlarda Yahudiylardan 1 million atrofida qirildi. Keyin ular shaharni qaytarib oldi. U shaharda ozg'ina Yahudiylar qolgan bo'lsa-mu, Rim imperatori Hadrianus milodiya 135-yili u shaharni vayron qilib, xarobalikka aylantirdi. Zaminlarni tuz chechib, giyoh unmas qilib. Buning bilan Yahudiylar tugashdi va dunyoning har qaysi joylariga tarqab ketdi. Urushalim faqatla xalifa Umar radhiyallohu anhu boshchiligidagi musulmonlar milodiya 637-yili aholisi bilan sulh tuzilib, uni fatih qilgandira andin Rimliklarning qo'lidan musulmonlarga o'tdi. U kunlarda Qudus shahri Iliya deb ataladi. 8-oyatda Alloh taolo Bani Isroilga kitobda bildirgan so'zining davomining ma'nosi. Bu oxir qatimdan keyin sizlarda har zabulliq davomlashadi. Qachonki ibrat ilib o'shonlarni topsanglar, buzg'unchilikni bo'ldi qilib, tavba qilib, to'g'ri yo'lga kelsanglar, Alloh sizlarga parvardigorlik sifati bilan rahim qiladi va islom davlatida xotirjam va tinch yashaysizlar. Mubodo sizlar buzg'unchilikqa qaytsanglar, qonuniyat bo'yicha jazolansizlar. Bizmi sizlarni oxiratdan burun bu dunyoda takrar adablashga boshlaymiz. Oxiratda bo'lsa jahannamni jimi kofirlar uchun zindon qildik. Demak, ularni dunyoda jazolash kufr uchunli bo'lmagan, balki payg'ambarlarni o'ldirish va shariat sizqidan chiqib ketish qatorliq zaminda buzg'unchilik qilish uchunmi bo'lgan. Bu xitobdagi qonuniyat Bani Isroilga qartilgan bo'lib, buni butun insoniyatga xitob va butun insoniyatga bekitilgan bir qonuniyat deyishga bo'ladi. Chunki bu qissalarning oxirgi ilohiy kitob Qur'onda bayon qilinishidan maqsad musulmonlarni Bani Isroil sodir qilgan xatoliklarni sodir qilib qo'yishidan ogohlantirish, tarixdan ibrat va savoq olish uchun ogohlantirishdir. Undaqda Bani Isroil buzg'unchilik qiladigan va bakli cho'ngchilik qiladigan ikki qatim zodi qaysi? Bular haqida turli tafsir va qarashlar bor. Yuqorida bir qarash bayon qilindi. Uningdan boshqa yana mufassirlardan birinchi qatimqisini Ash'iyani o'ldirish, Armiyani turmaga qamash, Tavratga xiloflik qilish, Zakariya yoki Shiya alayhissalomlarni o'ldirish, Yahya alayhissalomni o'ldirish, Isa alayhissalomni o'ldirishga urinish bo'lib, ularga musallat qilingan kuchli bandalar Jalut, Sabur, Persiya qo'shinlari, Babul qo'shinlari deb tafsir qilganlar bo'lgan. Ba'zilar birinchisi Jalut, ikkinchisi Buxtanasar desa, yana ba'zilar birinchisi Sanharib deb tafsirlagan. Bular hammasi Isroiliyat bo'lib, Qur'onda biror oyatda yoki Rasulullohning hadisida bu kuchli bandalarning aniq kalimalar ekanligi bayon qilinmagan. Bu ularni bilishning muhim emasligi, muhimi ibrat olish va Alloh taolo bekitgan qonuniyatni bayon qilish ekanligidandir. Umuman ilgirki mufassirlar ikki qatimliq buzg'unchilik va uning jazosining yuz berib bo'lganligida birdek qarashdi. Lekin ular keyingi oyatdagi buzg'unchilik qilish qaysanglar bizmi qaytamiz. Isro surasi 8-oyatda degan jumlaga tayinib,
Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida ahdu paymonlarni buzib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish suiqasdini planlab, qilmishiga yana qaytgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashab kiramlari bilan Bani Qurayza, Bani Nazir, Bani Qaynuqa va Xaybar aholisi qatorliqlarga ko'rgulgini ko'rsatgan. Bu 3-chi qatimqisidir. Yana qilmishiga necha qatim qaytsa, shuncha qatim adabi beriladi. Bu Allohning qonuniyati deb tafsirlagan. Bu tafsirni hozirgi ko'pchilik mufassirlar yaqilgan. Payg'ambarimizdan bu vaqtda biror izohat kelmagan bo'lg'achqa, yaqinqi zamondagi ba'zi mufassirlar ijtihod qilib oyatni mundaqmi tahlil qilgan. U 2 qatim islomiyatdan burun emas, keyindir. Bani Isroil islomiyatdan burun nurg'un qatim buzg'unchilik qilg'achqa, bu 2 qatimni islomiyatdan keyingi davrlarga bog'lab tafsirlash munosibdir. Oyatda diqqat tortadigan ibora bandalarimiz. Buningdan Allohning musulmon bandalari ko'zda tutilishi kerak. Chunki Qur'onda bu xil bandalik sifati bilan sharaflantirish faqatla anbiyalarga va mo'minlarga xosdir. Bu qarashga asosan Buxtanasarning yoki Jalut kabi musulmon emaslarning yahudiylarni adaplashi 2 qatimning biri emas, chunki Buxtanasar musulmon emas edi. Ularning qarashicha birinchi qatimqisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida Madina atrofidagi yahudiylar nurg'un urushlarni qo'zg'ab, Allohning rasuliga va musulmonlarga qarshi ig'ir dushmanliklarni, xiyonatlarni qilgan chog'dagi payg'ambar qo'mondonligidagi iymonli kuchlik, urushga chidamchan sahoba kiramlarga munosib keladigan sifat. Keyin xalifa Umar radhiyallohu anhu Qudusning ochqichini xristianlardan topshirib olib Qudusga kirgan. Ular bu qarashni Alloh taolaning keyingi oyatlaridagi masjidga tunji qatim kirganlarida kirishi uchun degan so'zi bilan kuchlantirdi. Bu qatimning natijasi xalifa Umar boshchiligidagi musulmonlar masjidga tinchlik bilan kirgan bo'lsa, ikkinchi qatimda yana masjidga kirish bo'ladi. Ya'ni har 2 qatimda masjidga kirdiganlar musulmonlardir. Yana kelib Qur'on nozil bo'lishidan avvalgi qadim zamonlarda ikkinchi qatimda vayron qilingan egiz binolarmi yo'q edi. Yahudiylar pul va iqtisodda bugünkidek yuksalmagan. Shundaqdimi tarixiy jarayon va oyatlardagi mazmunni atrofli mulohaza qilganimizda bu 2 qatimni bekitishda ilgirki mufassirlar bilan hozirgi ko'pchilik mufassirlarning tafsiri ko'p tarafdan o'rinliq va rojih deyishga bo'ladi. Buningga asosan mayli 2 qatimliq buzg'unchilik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan burun yuz berib bo'lgan, qayta takrorlanishi mumkin. Madina atrofidagi buzg'unchilik va adaplash buning takrorlanishi deyli yoki dastlabkisi burun yuz berib bo'lgan, oxirgisi bundan keyin yuz berdi deyli yoki hozirgi ba'zi mufassirlarning tafsiri bo'yicha har 2 qatimqisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin bo'ladi deb qarab, Madina atrofidagi buzg'unchilik va adaplash dastlabkisi, oxirgisi bundan keyin keladi deyli. Hammasida qachon buzg'unchilik yuz bersa, adaplashning takrorlanadiganligi aniq. Shunga bu 2 qatimliqning qaysiligini talashib o'ldirishning zaruriyati yo'q. Bu yerda mundaq 2 haqiqat bor. Biri bugungi musulmonlardagi mag'lubiyat va xorliq holati, ular toki ho'shini yig'ib Allohning diniga to'liq qaytmoqcha, Allohning arg'amchisiga mahkam esilmoqcha davom qiladi. Shundaqdimi hadislarda kelganidek, Sham ahli buzilgan chaqda sizlarda xayr ehson qolmaydi. Toki qiyomat qoyim bo'lguncha ummatimning bir qismi hamisha g'olib o'rinda turadi. Ularga yordam berishdan qochqanlar ularga hech qanday zarar sololmaydi. Mana bu iman bilan kufrning, yaxshi bilan yomonning, haq bilan botilning kurashi va rolidir. Bu butun insoniyat uchun cho'ng bir sinoq. Har ikkisining bar bo'lishida hikmat bor. Yana biri sionistlarning da'vo qilganidek, Falastin zaminida yahudiylarning tarixiy haqqi yo'q. Hatto Isroiliya tarixchilaridan ba'zilarimi sionistlarning Falastin zaminidagi tarixiy haqni isbotlash uchun bahona qilib olgan Tavrat afsonalari tarixiy paket yo'q saxta da'vodir deb jagarlashga boshlamoqda. Yahudiylarning xali ko'p toifalarimi Falastin zaminini besib olib davlat qurishni xato deb qaraydi. Bir oyatda Alloh taolo yahudiylarning qiyomatdan burun qattiq mag'lub qilinib turadiganligini mundaq bayon qilgan. O'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni yahudiylarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan bandalarning avatib turadiganligini xabar qildi. Araf surasi 167-oyat. Hadis shariflardami Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bishoratni berib, sizlar yahudiylar bilan urushgan, hatto orqasiga yahudi yoshirinib olgan tosh, ey musulmon, orqamda yoshirinib olgan yahudi bor, uni o'ldirgin deydigan vaqt yetib kelmasdan burun qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Lekin bu bishorat qachon reallikqa aylanadi? Umidki u yaqinda bo'ladi.
Demak, ikki qatimliq cho'ng buzg'unchilik o'tib bo'ldi. Buningga aloqador oyatlar Alloh taoloning qonuniyatini ta'kidlashdir. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Yahudiylar buzg'unchilikqa qaytganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning adibini berdi va xalifa Umar ularni Arab yarim orlidan haydab chiqardi. Yana buzg'unchilik qilganida Gitlerni ularga musallat qildi. Isroiliya davlatini qurib buzg'unchilik qilishga qaytganida ularning adibini berishga bandillari bo'lmish musulmonlarni avatishi muhaqqaqdir. Buzg'unchilarning dunyodagi oqibati shundoq bo'ladi ekan, oxiratdami ularning hammasi jahannamga qapsiladi va birisimi qochib qutulolmaydi. Allah eng to'g'risini bilg'uchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.